Bariatriya o'zi nima? Unga nima uchun qo'l uriladi va umuman olganda bariatriya shunchalik mo'jizaviy bir amaliyotmi? Chindan ham undan keyin odamlar bir deganda ozib ketyapti. Juda ham haqiqatdan bugungi kunda juda ham dolzarb mavzu. Ayniqsa bizani xalqimizda, bizni jamiyatimizda. Chunki agar biz bariatriyani oladigan bo'lsak, men muammoni ozgina boshqa mavzudan boshlab kelmoqchi edim. Umuman jamiyatimizdagi semizlik va turmush tarzimizdan boshlab kelmoqchi edim. Chunki mana shu narsa bariatriyani bizni jamiyatimizda juda ham chuqur va mana shunaqa populyar va trenddagi darajaga olib chiqishini sababi bizda semizlik ko'payib ketdi. Mana xabaringiz bor, hozir jamiyatimiz eng yaxshi ko'rib qiladigan mashg'ulotlardan bittasi bu ovqat yeyish. Ovqat yeyish nihoyatda ko'p hozirgi jamiyatimizda. Mana qadamimizda kafe, har xil restoranlar, har bitta marakamiz ovqat bilan dasturxonlarimiz to'kin sochin nihoyatda. Albatta bu zamon rivojlanishi, hayot tarzini yoki hayot sifatini yaxshilanishi deyishimiz mumkin. Lekin xalqimiz mana shu bu yerda sog'lig'ini berib qo'yayotgan bir joyi bor. Chunki haddan tashqari ko'p ovqatlanish, ya'ni ovqatlanish qonun qoida madaniyatiga e'tibor qilmaslik semizlikni ko'payishiga olib kelmoqda. Semizlik ko'paygandan keyin chorasini, davosini qidirishga tushishadi. Kimdir uni oson yo'lini qidiradi, kimdir umuman bu dardiga davo topishni istaydi. Chunki semizlikka to'xtaladigan bo'lsak, semizlik juda ham katta muammo. Agar inson semizlikka chalingan bo'lsa, bu juda ham katta muammo. Ham psixologik, ham emotsional, ham sotsial, ham uni jismoniy sog'liq tomonidan ham muammo. Shuning uchun xalqimiz bariatriyani bir qanaqadir sehrli tayoqcha deb qabul qildi-da. Mana semizlikni davosi topildi. Semizlikni mo'jizasi keldi. Endi bitta operatsiya bilan 90 ga 60-90 figuraga ega bo'lish mumkin. Hamma narsa osongina hal bo'ladigandek tuyuladi, lekin unaqa emas. Bu juda ham u narsadan uzoq, chunki bariatriya bu radikal yondashuv. Ya'niki mana aytadigan bo'lsak, operatsiya uchun bemor ko'p narsalarga rozi bo'lishi kerak va o'zini ko'p narsalarga psixoemotsional tayyorlanishi kerak. Men ham doim bemorlarga konsultatsiyaga aytaman, operatsiya uchun arzirli sabab bo'lishi kerak. Operatsiyaga. Prosta chiroyli qad-qomatni o'zi yetarli emas. Demak, operatsiyani siz faqat qomat uchun emas, sog'liq uchun ham qilish tarafdorisiz. Bariatriya o'zi umuman qomat uchun qilinmaydi. Bariatriyani kelib chiqish sababi mana 50-60-yillardan boshlangan. Bariatriya grekcha barosh so'zidan olingan, tuchnost, ya'ni semizlik degan ma'noni bildiradi. Mana shu AQSh, ya'ni o'sha Amerikada, keyin Yevropaning ayrim davlatlarida ularda bu semizlik muammosi 50-60-yillarda boshlangan. O'shanda nima uchun hamma narsa mana shundoq tez rivojlanayotgan zamonda oddiygina bir semizlikni qanaqadir hal qilish imkoni yo'qmi degan anaqa bilan izlanishlar o'tkazilganda, xirurglar ham o'z amaliyotlarni taklif qilishgan. Biz ham semizlikka balki yordam berarmiz degan yo'l bilan bir necha tur operatsiyalar taklif qilingan. O'shandan beri bu operatsiyalar albatta rivojlanib, takomillashib keldi. Biz hozirgi mana o'sha yetib kelgan operatsiya turlarimiz bor. Bir 20 ga yaqin operatsiya turlari bor, o'sha semizlikka qaratilgan. Mana shu narsa mana endi bizni davlatimizga kirib keldi.